Bu Odil aka, u fermer, oilasi, ayoli va bolalari bilan qishloqda yashaydi. Ularning 20 gektar yeri bor. Har yili shu yerga g'o'za ekishadi. So'nggi yillarda dalasida ko'sak qurti ko'payib ketdi. Bu zararkunanda g'o'zaning bargi va ko'saklarini yeb, hosilga katta zarar yetkazdi. Bu yil Odil aka yanada qattiq mehnat qildi. Ko'proq dori sepdi, ko'proq xarajat qildi, ammo shunga qaramay, qurtlar hosilning yarmidan ko'pini nobud qildi. Urug', o'g'it, suv va dori uchun ketgan mehnat ham, pul ham behuda ketgandek tuyuldi. Bu muammo faqat Odil akada emas, boshqa fermerlarda ham edi. Shuning uchun tajribali bobo dehqon oldiga borib, ko'sak qurti yil sayin ko'paygani, dori sepsa ham ta'siri kam ekanligi va hosildan katta zarar ko'rayotgani haqida aytishdi. Bobo dehqon esa hammani tinchlantirib, bu muammoni ilm bilan hal qilish kerak dedi va mutaxassis chaqirishni maslahat berdi. Oradan ko'p o'tmay ilmiy mutaxassis keldi. U dehqonlarga avvalo qurtlar va dorilar haqida tushuntirdi. Dorilar qurtlarni o'ldiradi, lekin yillar o'tishi bilan qurtlar ayrim dorilarga chidamli bo'lib qoladi. Shuning uchun ilm-fan yangi yechim yaratdi. BT genli g'o'za dedi u. Mutaxassisning tushuntirishicha, barcha tirik organizmlarda genlar bo'ladi. Genlar o'simlikning rangi, shakli va xususiyatlarini belgilaydi. BT genli g'o'zaga esa maxsus gen qo'shiladi. Bu gen Bacillus thuringiensis deb ataluvchi foydali bakteriyadan olingan. Bu bakteriyadan oldin ham zararkunanda qurtlarga qarshi foydalanib kelilgan. Endi esa shu xususiyat o'simlikning o'ziga kiritiladi. Natijada g'o'za o'zi qurtga qarshi tabiiy himoya hosil qiladi. Qurt bargni yeganida uning organizmida ta'sir boshlanib, qurt halok bo'ladi. Mutaxassis yana bir muhim qoidani aytdi. BT genli g'o'za ekiladigan maydonning atrofini taxminan 10-20% qismiga oddiy g'o'za ekish kerak. Bu himoya zonasi deb ataladi. Shu yo'l bilan qurtlarda chidamlilik paydo bo'lishining oldi olinar ekan. Shu bilan birga u dalani toza saqlash, o'simlik qoldiqlarini vaqtida yo'qotish ham muhimligini ta'kidladi. Bu urug'ning narxi, hayvonlarga yoki odamlarga zarari bor yo'qligi haqida dehqonlar qiziqib so'rashdi. Mutaxassis esa BT genli g'o'za urug'lari oddiy urug'dan qimmatroq bo'lishi, lekin ko'sak qurti zararlamasligi hisobiga hosil 40-50% gacha ko'p bo'lishi mumkinligini, dori sarfi esa 30-40% gacha kamayishi hamda BT genli g'o'za ko'sak qurti yoki zararkunanda hasharotlarga ziyon yetkazishi mumkinligi, odamlar, mol, qo'y va boshqa hayvonlarga zarari yo'qligi haqida tushuntirdi. Shuningdek, olim ayrim urug'lar nafaqat BT, balki 2 genli, ya'ni GT genli bo'lishi haqida ham ma'lumot berdi. GT genli g'o'za glifosatga chidamli bo'lib, begona o'tlarga qarshi glifosatli eritma qo'llanilganda ham g'o'zaga umuman ta'sir qilmaydi. Bu esa begona o'tlardan tozalashning qiyin jarayonni yengillashtiradi. Vaqt va ishchi kuchiga ketgan sarf xarajatni tejaydi. U yana internetdagi ba'zi noto'g'ri gaplarga ham oydinlik kiritdi. Terminator gen degan mish-mishlar asossiz. Bu urug'larni keyingi yil ham ekish mumkinligi haqida aytdi. Oradan vaqt o'tib Odil akaning dalasi yashnab ketdi. G'o'zalar sog'lom o'sdi, ko'p gulladi va serhosil bo'ldi. Eng muhimi, ko'sak qurti ancha kamaydi. Hosil esa oldingidan ancha yaxshi bo'ldi. Dehqonlar xursand bo'lishdi. Ular ilm va to'g'ri yondashuv orqali muammoga yechim topish mumkinligini anglab yetishdi. Bu sehrli yechim emas, har bir yangilikdan oqilona foydalanish kerak. Ilmiy yangiliklarni kuzatib boring, tajribani o'rganing. Shunda dalangiz doim serhosil bo'ladi.